Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda xalq tanigan, sinovdan o'tgan Changan KYC Fermer. Ketdik. KYC Fermer avtomobilimiz 5 o'rindiqli. Yana bir afzalligi avtomobilimizni motor qismi. Ya'ni motor qismi Changan KYC avtomobili Yapon texnologiyasini qo'llashligida, ya'ni buni asli Mitsubishi avtomobilidan olib, o'zida Soken brendi asosida ishlab chiqaradi. 4 silindrli, atmosferli, zubchda sepli bo'ladi avtomobilimizni va blok qismi chugun. Iltimos, e'tibor beringlar, chugun, alyumin blok emas. Chugun blok tirikchilikka chiqqanda gaz qo'yganingizda, ya'ni metan qo'yganingizda ham erib ketmaydi va klapanlaringizni kuydirib qo'ymaydi. Mana shu tarafiga albatta e'tibor bering. Avtomobilimiz bortining uzunligi 220 cm, eniga 1 metr 60 cm, yuk ko'tarish qobiliyati esa 1 tonna 700 kg gacha. Avtomobilimizga hozirgi kunda bonus sifatida metan gaz 90 talik 4-avlod pokoleniyasini qo'yib beryapmiz. Xo'p, bu avtomobilimizda haydovchilarni ham o'ylagan holatda konditsioner borligi, rullarini yumshoqligi, elektro usullitel va xavfsiz tarafdan ABS tormozlash sistemasi ham mavjud. Va avtomobilimizning hozir monitor qismini ko'rib turibsiz. Bu avtomobilimizda monitorli va monitorsiz variantlari ham bo'ladi. Avtomobilimizga 2 yil kafolat beramiz va avtoservis va ehtiyot qismlari mavjud. Avtomobilimizda to'g'risida batafsilroq ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.